Spark obshivka torpedkalarini qirilib ketgan joylarini uy sharoitida to'g'rilashda bo'ladimi? Bo'lganda qandoq? Zo'r bo'ladi. Men sizlarga buni 5 ta 6 ta variantlari bor. Undan sizga eng qulayini ko'rsataman. Sentyabr oyining oxirigacha men 1 millionda bo'lishim kerak, 1 yillik bo'ladi. Shunga agar ovoz berib, podpiska bosib 1 millionda qilib bersanglar, men umuman sizlarga zo'r lifehacklarni ko'rsataman. Qani ketdik bo'lmasam. Hop, bu Sparkimizda mana chizilgan joylari bor ekan, mana torpedkalarida bor. Buni qanaqa qilib yo'qotamiz? Bunga bizga kerak bo'ladi fen. Bu texnik fen, uydagi ayollarga fendan umuman foyda bermaydi. Buni sotib olsangiz, uyga bitta qo'yib qo'ysangiz, bu juda ham foydali narsa. Har xil kirib ketgan bamperlarni ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Ko'p narsaga foydasi bor. Buni faqat yosh bolalarning qo'liga tegish mumkin emas. Hop, mana shu fenda mana shunaqa rastoyaniyada qizdirib yormasdan, ustidan chizuvni ustidan yurg'izasizda, ko'p yaqin berib yormaysiz, bu kuydirib yorishi mumkin. Mayda chizuvlar bo'lsa, o'zi shunday tekstlab olsangiz bo'ladi. Ustalarga $100, $200 pul bermasdan o'zingiz mashinani chiroyli qilib yuradigan yechimini men sizga aytdim. Endi sizdan bitta like, Don Zafar sizlar bilan.